u yerga toza havo bermasangiz, bu qilgan vichkangiz umuman foyda bermaydi. Turgan oddiy salafan bu kohnaga qilib bergan ventilyatsiyani zo'rligini bildiryapti. Endi buni ko'z bilan ko'rish qiyin. Effektini mana shu yerdan bezparvo bo'lganligi uchun qilib bergan tizimimiz, mana vichka tizimimiz havoni tortib olyapti tashqaridan. Bu yerga shu reshetkalar orqali toza havo ham berganmiz. Buni hali yurg'izmadik. Shuni hisobiga ishi bezparvo bo'lgan hisobiga bu tizim zo'r ishlayapti. Xonadonlarga vichka qilgandan keyin u yerga toza havo bermasangiz, bu qilgan vichkangiz umuman foyda bermaydi. Sababi qachon xonaga toza havo kirgandan keyin ushbu tizim yaxshi ishlaydi. Shuning uchun har doim qanaqa xona bo'lganiga qaramasdan toza havo berish kerak. Shunda xonada hech qanaqa yomon hidlar qolib ketmaydi.